O'zbekistonda nima uchun u yer yaxmaydi? Nima uchun Misrga qarshi Abdulloh? Ilm yo'qdi. Qur'on yodlatmaydi. Maktabda o'g'il bola, qiz bola billa. Qur'onda kelgan, hadisda kelgan, Alloh aytgan, o'g'il bola bilan, begona o'g'il bola bilan qiz bola nomahram bo'lmaydi. U yerda ilm yo'q. Na bir Qur'on ham yotiladi dedi. U yerda hammaning qo'lida telefon, hamma bolalarning qo'lida telefon. To'g'ri. Hammasi o'ynaydi. Misrda-chi o'g'lim? Misrda ilm bor, kuchli maktablar bor, Qur'on o'rgatadi, arab tilini o'rgatadi. O'tda xohlaganligini qil. Hijob ham kiydiradimi? Yo'q. O'tda ro'mol ham kiyg'izmaydi. Misrda? Yo'q, Misrda kiyg'izadi, O'zbekistonda yo'q ro'molingni yech deydi-yu. Qur'onda degan من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم قدير. Qur'onda ham degan, ayollaringizga, qizlaringizga hijobligini kiyib yursin degan Alloh. Maşallah, maşallah. Necha yosh? Abdulloh siz yoshingiz necha? 9. Necha ko'ryapsiz o'g'lim? 12.